Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan keyin pensiya, qo'shimcha to'lovlar, bir martalik yordamlar va xalq orasida ko'p aytilayotgan 1 million hamda 6. 5 million so'm atrofidagi mablag'lar qanday olinadi? Kimga tegishli bo'lishi mumkin? Kim esa bunday pulni kutib vaqt yo'qotmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nafaqa oluvchilarga va keksa ota-onasining hujjatlari bilan shug'ullanayotgan oilalarga bevosita tegishli. Men darhol aytib qo'yaman. Bunday xabarlarda eng katta xavf shundaki odamlar hamma pensionerga avtomatik 1 million yoki 6, 5 million berlar ekan deb o'ylab qoladi. Aslida esa pulning turi, manbasi, kimga berilishi, qaysi hujjat talab qilinishi va qachon tushishi alohida tekshiriladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, chalkash gaplarsiz, amaliy misollar bilan tushuntiraman. Pensioner odatda pensiyasini har oy belgilangan sanalarda olardi. Kimdir bank kartasi orqali oladi, kimdir pochta orqali, kimdir naqd shaklida yetkazib berish xizmatidan foydalanadi. Pensiya miqdori esa odamning ish staji, avvalgi ish haqi, pensiya turi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik yoki yoshga doir pensiya kabi mezonlarga qarab hisoblanadi. Lekin oxirgi yillarda ko'pchilikda bitta savol paydo bo'ldi. Nega ayrim pensionerlarning hisobiga qo'shimcha pul tushadi, boshqalarnikiga tushmaydi? Nega kimdir menga kompensatsiya berishdi deydi. Kimdir menga bir martalik yordam chiqdi deydi. Yana kimdir mahalla orqali moddiy yordam oldim deydi. Mana shu joyda asosiy farqni bilish kerak. Pensiya bu doimiy oylik to'lov. U har oy keladi. Qo'shimcha to'lov esa har doim ham har oy kelavermaydi. U indeksatsiya, qayta hisob-kitob, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam, nogironlik bo'yicha nafaqa, sanatoriy yo'llanmasi o'rnidagi kompensatsiya. Kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz yoki mahalla orqali beriladigan moddiy yordam shaklida bo'lishi mumkin. Demak, 1 million yoki 6 million so'm deganda ham bir xil pul nazarda tutilmasligi mumkin. 1 avgustdan keyingi gaplarda odamlar asosan 3 ta narsani aralashtirib yuboradi. Birinchisi pensiya miqdorini oshirish yoki qayta hisoblash. Ikkinchisi ayrim toifadagi fuqarolarga bir martalik yordam yoki kompensatsiya ajratilishi. Uchinchisi mahalla ijtimoiy himoya yoki boshqa davlat dasturlari orqali ehtiyojmand oilalarga beriladigan moddiy yordam. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Pensioner biror pulni olishdan oldin bu pul menga pensiya sifatida tushadimi, nafaqa sifatida tushadimi yoki alohida yordam sifatida beriladimi degan savolga javob topish kerak. Chunki tartib ham, hujjat ham, murojaat qilinadigan joy ham shunga qarab farq qiladi. Masalan, agar pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, siz pensiya jamg'armasi bo'limi yoki my.gov.uz orqali ma'lumot olasiz. Mahalla va ijtimoiy himoya organlari orqali ko'rib chiqiladi. Agar bank kartangizga tushishi kerak bo'lgan pul kelmagan bo'lsa, avval bankdan karta holatini, keyin pensiya bo'limidan to'lov topshirig'i yuborilgan-yuborilmaganini aniqlaysiz. Ya'ni bitta joyga borib hamma masala hal bo'lmaydi. Endi 20 million va 6 million degan raqamlar bo'yicha oddiy tilda tushuntiraman. Bunday raqamlar odatda ikkita holatda paydo bo'ladi. Birinchi holat, odam bir necha oy davomida o'ziga tegishli to'lovni olmagan bo'ladi va keyin unga yig'ilib qolgan summa bir yo'la tushadi. Ikkinchi holat, odam alohida toifa sifatida tan olinadi va unga bir martalik yordam ajratiladi. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner ayolni tasavvur qilamiz. Uning pensiyasi oyiga 1 million 300 ming so'm bo'lsin. U kartasini almashtirgan, lekin yangi karta rekvizitlari vaqtida tizimga kiritilmagan. Natijada 1 oy yoki 2 oy pensiya kartaga tushmay qolgan. Keyin hujjatlar to'g'rilangach, unga oldingi oylar uchun yig'ilgan pul bir yo'la tushadi. U odam qo'shnilariga menga 2 milliondan oshiq pul tashlashdi deydi. Boshqalar esa buni yangi to'lov deb o'ylaydi. Aslida bu yangi imtiyoz emas, o'z vaqtida olinmagan pensiyaning yig'indisi. Ikkinchi misol, 72 yoshli erkak kishi uzoq vaqt ishlagan, lekin pensiyaga chiqqanda ayrim ish staji hujjatlari topilmagan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma topildi, ish staji tasdiqlandi, pensiya qayta hisoblandi. Agar qayta hisoblash natijasida unga har oy qo'shimcha 300 ming so'm qo'shilishi kerakligi aniqlansa va bu farq bir necha oy uchun hisoblab berilsa, yakuniy summa 1 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu ham hammaga beriladigan pul emas. Bu faqat hujjati qayta ko'rib chiqilgan
va haqiqatan farq chiqqan odamga tegishli. Uchinchi misol. Bir pensioner yolg'iz yashaydi. Farzandlari yordam bermaydi. Daromadi faqat pensiyadan iborat. Dori darmon xarajatlari yuqori. Mahalla tomonidan uning yashash sharoiti o'rganiladi. Ijtimoiy himoya tizimida ehtiyoj darajasi baholanadi. Shunda unga bir martalik moddiy yordam ajratilishi mumkin. Bu yordam 1 million, 5 million yoki boshqa miqdorda bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik emas. Ariza, o'rganish, tasdiqlash va mablag' ajratish jarayoni bo'ladi. Endi 6,1 million so'm masalasiga kelamiz. Bu raqam ham ko'pincha odamlar orasida hamma pensionerga berilar ekan deb tarqaladi. Men buni ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. 6,1 million so'm miqdoridagi pul odatda oddiy oylik pensiya emas. Bunday katta summa bir necha oylik to'lov yig'ilib qolganida, noto'g'ri hisoblangan pensiya qayta hisoblanganda sud yoki arxiv hujjatlari asosida qarzdorlik to'langanida yoki alohida ijtimoiy yordam dasturi doirasida ajratilganda paydo bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning pensiyasi noto'g'ri hisoblangan bo'lsa va u buni 2 yil o'tib aniqlasa, hujjatlar asosida qayta hisoblash qilinadi. Agar har oy 2,7 ming so'mdan farq chiqqan bo'lsa, 24 oy uchun bu 6,1 ming so'm bo'ladi. Odam buni menga 6 ming berish deb aytadi. Biroq aslida bu yangi pul emas, oldin kam to'langan pensiyaning qoplab berilgan qismi. Yana bir misol. Nogironligi bo'lgan pensionerga qo'shimcha to'lov huquqi bor, lekin hujjat vaqtida topshirilmagan. Keyin nogironlik guruhi tibbiy xulosa pensiya hujjatlari to'g'rilangach, unga oldingi davr uchun hisob-kitob qilinishi mumkin. Agar bir necha oy yoki bir necha yil bo'yicha farq yig'ilsa, summa katta chiqadi. Bu vaziyatda ham asosiy narsa huquqni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi shart. Agar siz pensiyangizni har oy o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pensiya miqdori avvalgi hujjatlar asosida to'g'ri hisoblangan bo'lsa va sizda yangi ish staji, yangi imtiyoz yoki yangi ijtimoiy holat paydo bo'lmagan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Sizga kelmagan pulni kimdir ataylab ushlab qolgan deb o'ylashdan oldin asosiy ma'lumotni tekshirish kerak. Agar qo'shningizga 1 million tushgan bo'lsa, bu sizga ham tushish kerak degani emas. Uning vaziyati boshqacha bo'lishi mumkin. U bir necha oy pensiya olmagan, kartasi yopilgan, qayta hisob-kitob qilingan. Mahalla orqali yordam olgan yoki farzandining vafoti, boquvchisini yo'qotganlik, nogironlik kabi alohida holati bo'lishi mumkin. Agar siz ijtimoiy yordam uchun ariza bermagan bo'lsangiz, mahalla sizning sharoitingizni o'rganmagan bo'lsa, tizimda ehtiyojmand sifatida ro'yxatga olinmagan bo'lsangiz, bir martalik yordam avtomatik kelishini kutmang. Ayrim to'lovlar avtomatik aniqlanadi. Lekin ko'p holatda fuqaroning murojaati, hujjati va tasdiqlangan holati kerak bo'ladi. Endi kimlar bu masalani jiddiy tekshirish kerakligini aytaman. Birinchi navbatda pensiyasi birdan kamayib qolgan yoki kutilganidan kam tushgan pensionerlar. Masalan, siz har oy 20 million 800 ming olardingiz, avgustda 20 million 200 ming tushdi. Bunday holatda darhol sababini aniqlash kerak. Qarzdorlik ushlab qolindimi? Karta muammosi bormi? Hisob-kitobda xato bormi? Boshqa to'lov bilan chalkashlik bo'ldimi? Ikkinchi toifa. Pensiyaga chiqqanda barcha ish stajini tasdiqlay olmaganlar. Ko'p odamlar sobiq korxona yopilgan, arxiv hujjati yo'qolgan, mehnat daftarchasida muhr noaniq, ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan degan sabablar bilan pastroq pensiya oladi. Keyinchalik arxivdan hujjat topilsa, pensiyani qayta hisoblash imkoni paydo bo'ladi. Bunday holatda 1 million ham, undan katta farq ham chiqishi mumkin. Uchinchi toifa, nogironlik guruhi belgilangan, lekin pensiya yoki nafaqa hujjatlariga bu ma'lumot to'liq kiritilmagan fuqarolar. Ba'zan odam tibbiy xulosa oladi, lekin ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qiladigan qismni tekshirtirmaydi. Natijada o'ziga tegishli qo'shimcha pulni olmay yuradi. To'rtinchi toifa, yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan, dori-darmon va kommunal to'lovlari pensiyasidan ortib ketayotgan keksalar. Bunday fuqarolar mahalla va ijtimoiy himoya organlari orqali moddiy yordam, parvarish xizmati, oziq-ovqat yoki boshqa qo'llab-quvvatlash choralarini tekshirish kerak. 5-toifa. Pensiya kartasi almashtirilgan, muddati tugagan, bank hisob raqami yopilgan yoki telefon raqami o'zgargan pensionerlar. Pul tushmaganining oddiy sababi ba'zan karta bilan bog'liq bo'ladi. Davlat pulni yuborgan bo'lishi mumkin, lekin bank hisobida texnik muammo bo'lsa, fuqaro uni vaqtida ko'rmaydi. Endi istisnolar, xavfli joylar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, menga telefon qilishdi. 20 million olasiz,
karta raqamingizni ayting degan gaplarga ishonmang. Hech bir rasmiy organ sizdan telefon orqali kartangizning to'liq raqami, SMS kod, plastik karta paroli yoki bank ilovasi parolini so'ramaydi. Agar kimdir pensiya puli chiqarib beramiz deb kod so'rasa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, hamma yordam bank kartasiga tushmaydi. Ayrim yordamlar naqd, ayrimlari mahsulot, ayrimlari xizmat, ayrimlari yo'llanma shaklida bo'lishi mumkin. Shuning uchun pul tushmadi. Demak, menga yordam berilmadi deb xulosa qilish ham to'g'ri emas. Avval qaysi turdagi yordam tasdiqlanganini bilish kerak. Uchinchi nozik jihat, ariza berilgan kun bilan pul tushadigan kun bir xil bo'lmaydi. Masalan, siz 5 avgust kuni ariza berdingiz. Mahalla sharoitingizni o'rganadi. Tegishli komissiya ko'rib chiqadi, tizimga kiritiladi, mablag' ajratiladi. Bu jarayon bir necha kun yoki bir necha hafta davom etishi mumkin. Agar hujjatda kamchilik bo'lsa, muddat yana cho'ziladi. 4-nozik jihat, daromad hisoblanayotganda faqat pensionerning o'zi emas. Ayrim yordam turlarida oilaning umumiy holati ham ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, pensioner o'zi kam pensiya olsa ham, bir uyda ishlaydigan farzandlari bilan yashasa, ayrim moddiy yordamlar bo'yicha ehtiyoj darajasi boshqacha bog'lanishi mumkin. Bu hamma joyda bir xil emas, lekin amaliyotda juda muhim. 5-nozik jihat, qo'shnim oldi. Men olmadim degan bahslar ko'pincha hujjat farqi sababli chiqadi. Qo'shningiz yolg'iz yashovchi sifatida ro'yxatda bo'lishi mumkin. Siz esa oilaviy tarkib bo'yicha boshqa toifadasiz. Qo'shningizda nogironlik hujjati bor, sizda yo'q. Qo'shningizning pensiyasi qayta hisoblangan, sizniki qayta hisoblanmagan. Shuning uchun har bir holat individual tekshiriladi. 6-nozik jihat, pensiya qayta hisoblashda eski ish haqi ma'lumotnomalari juda muhim bo'lishi mumkin. Ba'zan odamning ish staji bor, lekin ish haqi bo'yicha ma'lumot yetishmaydi. Natijada pensiya kamroq hisoblanadi. Agar arxivdan ish haqi ma'lumotnomasi topilsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Lekin hujjat qalbakilashtirilgan bo'lsa yoki noto'g'ri bakilashtirilgan bo'lsa, bu jiddiy muammo tug'diradi. Faqat rasmiy arxiv, sobiq ish joyi yoki qonuniy tartibda berilgan ma'lumotnoma asos bo'ladi. 7-nozik jihat. Bir martalik yordam doimiy pensiya oshdi degani emas. Masalan, sizga avgustda 2,5 million so'm yordam tushdi. Bu keyingi oy ham 2,5 million qo'shiladi degani emas. U faqat bir marta berilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun oilaviy xarajatlarni rejalashtirganda bu pulni doimiy daromad deb hisoblamang. 8-nozik jihat, ayrim ushlab qolishlar qonuniy bo'lishi mumkin. Masalan, aliment, sud qarori, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish, kredit yoki boshqa ijro hujjatlari bo'lsa, pensiyadan ma'lum miqdor ushlab qolinishi mumkin. Agar sizga kam pul tushsa, pensiya kamaydi deb o'ylamasdan oldin ushlab qolish bor yo'qligini aniqlang. Endi eng muhim qism. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-ba-qadam tushuntiraman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oyda olgan pensiya summangizni yozib chiqing. Masalan, iyunda qancha tushdi, iyulda qancha tushdi, avgustda qancha tushdi. Bank ilovasidan ko'ring yoki bankdan hisob ko'chirmasi oling. Agar pochta orqali olsangiz, kvitansiya yoki to'lov qaydlarini saqlang. Raqamlarni yozmasdan og'zaki bahslashish foyda bermaydi. Ikkinchi qadam. O'zingizning pensiya turini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki har birining qoidasi boshqa. Men pensionerman degan umumiy gap yetarli emas. To'lov turi aniq bo'lsa, huquq ham aniq bo'ladi. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qilib, pensiyangiz qanday hisoblanganini so'rang. Siz pensiyamni qayta hisoblash uchun asoslar bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'rayman deb murojaat qilishingiz mumkin. Agar ish staji, ish haqi, nogironlik, imtiyozli davr yoki avval hisobga olinmagan hujjat bo'lsa, shularni ilova qilasiz. 4-qadam, ish stajiga oid hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, sobiq ish joyidan ma'lumot, harbiy xizmat bo'yicha hujjat, bolani parvarishlash davriga oid hujjat. Oliy ta'lim yoki boshqa qonunda hisobga olinadigan davrlar bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjat ham pensiyaga ta'sir qilavermaydi, lekin tekshirish uchun ular muhim. 5-qadam. Agar siz kam ta'minlangan yoki yolg'iz yashovchi bo'lsangiz, mahallaga murojaat qiling. Arizada sharoitingizni aniq yozing. Masalan, men yolg'iz yashayman, daromad faqat pensiyadan iborat. Dori-darmon xarajatlarim oyiga 600 ming so'mni tashkil qiladi. Kommunal to'lovlarni to'lashda qiynalyapman. Moddiy yordam ajratish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ariza qanchalik aniq bo'lsa,
holatingizni tushunish shunchalik oson bo'ladi. 6-qadam hujjatlardan nusxa tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, tibbiy xulosa, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oilaviy tarkibga oid ma'lumot, dori xarajatlari bo'yicha chek yoki retseptlar, kommunal to'lov kvitansiyalari kerak bo'lishi mumkin. Hamma joy bir xil hujjat so'ramasligi mumkin. Lekin asosiy hujjatlar tayyor bo'lsa, vaqt yutmaysiz. 7-qadam murojaatingizni og'zaki qoldirmang. Men har doim yozma ariza yoki elektron murojaat qilishni maslahat beraman. Chunki yozma murojaat ro'yxatdan o'tadi. Unga javob berish muddati bo'ladi. Keyin siz men murojaat qilganman deb isbotlay olasiz. Og'zaki gap esa ko'pincha esdan chiqadi yoki noto'g'ri tushuniladi. 8-qadam, agar pul tushmagan bo'lsa, avval bankni tekshiring. Karta faolmi, muddat tugamagan, hisob raqami yopilmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta boshqa hisobga bog'lanmaganmi? Keyin pensiya bo'limidan to'lov yuborilganini so'rang. Ba'zan muammo davlat organida emas, bank kartasida bo'ladi. 9-qadam, agar sizga rad javobi berilsa, sababini yozma oling. Sizga yordam berilmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nega berilmaydi? Qaysi mezon bo'yicha rad etildi? Qaysi hujjat yetishmadi? Qayta murojaat qilish mumkinmi? Mana shu savollarga javob bo'lishi kerak. Yozma javob keyingi shikoyat yoki qayta murojaat uchun asos bo'ladi. 10-qadam, begona odamlarga karta ma'lumotlarini bermang. Ayniqsa men sizga 5 million chiqarib beraman, faqat komissiya to'laysiz deganlarga ishonmang. Davlat to'lovlarini olish uchun sizdan oldindan pul so'ralmasligi kerak. Agar kimdir xizmat haqi evaziga navbatsiz pul chiqarib beraman desa, juda ehtiyot bo'ling. Keling, yana bir nechta aniq vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. Pensioner ayolning pensiyasi 1 million 100 ming so'm. U farzandi bilan yashaydi, lekin farzandi ishsiz. Ayol har oy dori uchun 400 ming, kommunal to'lovlar uchun 300 ming, oziq-ovqat uchun kamida 700 ming sarflaydi. Bu holatda u mahallaga moddiy yordam so'rab murojaat qilishi mumkin. Lekin unga albatta 25 million beriladi deb aytib bo'lmaydi. Komissiya oilaning umumiy holatini o'rganadi. Ikkinchi vaziyat, erkak kishi 25 yil ishlagan, lekin pensiyaga chiqqanda faqat uning 2 yillik staji hisobga olingan. Chunki eski zavod yopilgan hujjatlar topilmagan. Keyin arxivdan 7 yillik ish staji tasdiqlandi. Bu holatda u pensiyasini qayta hisoblatish kerak. Agar pensiya oshsa, ayrim davrlar uchun farq ham to'lanishi mumkin. Mana shu farq 1 million yoki undan ko'p bo'lishi ehtimoli bor. Uchinchi vaziyat. Pensionerning kartasi avgust oyida yangilangan, lekin u yangi rekvizitni vaqtida taqdim qilmagan. Pensiya tizimida eski kartaga ketgan yoki qaytgan bo'lishi mumkin. Bu holatda odam menga avgust puli berilmadi deydi. Aslida hujjatni to'g'rilash kerak. Bankdan rekvizit olib, pensiya to'lovini yangi hisobga yo'naltirish zarur. 4-vaziyat. Nogironligi bor pensioner guruh o'zgargandan keyin pensiya miqdorini tekshirtirmagan. Masalan, oldin 3-guruh bo'lgan, keyin 2-guruh belgilangan. Bunday o'zgarish to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Ammo tizimda hamma ma'lumot avtomatik aks etmagan bo'lsa, fuqaro murojaat qilib aniqlik kiritish kerak. 5-vaziyat. Pensioner ijtimoiy tarmoqlarda 1 avgustdan hamma pensionerga 6,5 million beriladi degan videoni ko'rdi. U bankomatga borib tekshiradi, pul yo'q. Keyin asabiylashadi, pensiya bo'limiga boradi. Aslida bunday xabar umumiy tartib emas, balki alohida holatlardan noto'g'ri chiqarilgan xulosa bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim rasmiy manba va shaxsiy holat bo'yicha tekshiruv kerak. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga oddiy daftar tutishni tavsiya qilaman. Unda har oy pensiya tushgan sana summa qo'shimcha to'lov bo'lsa, uning miqdori bank yoki pochta orqali olingani yozib boriladi. Bu juda sodda ko'rinadi, lekin keyin nizoli vaziyatda katta yordam beradi. Masalan, siz daftarga yozdingiz. Iyun oyida 1 million 100 ming tushdi. Iyulda 1 million 100 ming tushdi. Avgustda 2 million 900 ming tushdi. Shunda darhol savol tug'iladi. Avgustdagi qo'shimcha 2 million nima? Pensiya oshdimi? Qarzdorlik to'landimi? Yordam tushdimi? Siz bu savol bilan bank ko'chirmasi va pensiya bo'limi ma'lumoti asosida aniqlik kiritasiz. Agar sizga katta summa, masalan 6 million tushsa, uni darhol sarflab yuborishdan oldin manbasini aniqlang. Chunki ba'zan ortiqcha to'lov bo'lsa, keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Agar bu haqiqatan qayta hisob-kitob bo'yicha sizga tegishli pul bo'lsa, bemalol foydalanasiz. Lekin pulning manbasi noma'lum bo'lsa, bank va pensiya bo'limidan ma'lumot olish oqilona bo'ladi.
Birinchi savol, 1 avgustdan hamma pensionerga irqimi 1 million beriladimi? Men bunday umumiy xulosaga ishonishni maslahat bermayman. Kimga berilishi uning huquqi, toifasi, hujjati va tasdiqlangan holatiga bog'liq. Ikkinchi savol, 6 million olish uchun qayerga borish kerak? Avvalo, bu summa sizga nima asosda tegishli bo'lish mumkinligini aniqlash kerak. Pensiya qayta hisoblash bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilasiz. Moddiy yordam bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya organlariga borasiz. Bank muammosi bo'lsa, bankdan boshlaysiz. Uchinchi savol, pul kartaga tushmasa nima qilaman? Avval bank kartangizni tekshirasiz. Keyin pensiya bo'limidan to'lov yuborilmaganini aniqlaysiz. Agar yuborilgan bo'lsa, bank bilan ishlaysiz. Agar yuborilmagan bo'lsa, pensiya bo'limidan sababini yozma so'raysiz. To'rtinchi savol, farzandlarim bor, men yordam ola olmaymanmi? Har doim ham shunday emas, lekin ayrim yordam turlarida oylik holat va umumiy daromad hisobga olinadi. Shuning uchun sharoitingizni hujjatlar bilan ko'rsatish kerak. Beshinchi savol, ariza bersam albatta pul berishadimi? Yo'q, ariza berish pul kafolatlandi degani emas. Ariza holatingiz ko'rib chiqiladi degani. Lekin ariza bermasangiz, ko'p hollarda imkoniyatdan umuman foydalanmay qolasiz. Men sizlarga eng muhim xulosani aniq aytaman. 1 million va 6 million so'm haqidagi xabarlarni eshitganda, avval bu pul qaysi asosda beriladi deb so'rang. Pensiya qayta hisoblashmi, ijtimoiy yordammi, qarzdorlik to'lovimi? Kompensatsiyami yoki bankdagi texnik muammomi? Mana shu savolga javob topilsa, keyingi qadam aniq bo'ladi. Pensionerlar uchun eng katta xato jim yurishdir. O'zi tushsa tushar deb kutish, hujjatlarni tekshirtirmaslik, eski ish stajini izlamaslik, mahallaga murojaat qilmaslik, karta muammosini tekshirmaslik ko'p odamni o'ziga tegishli puldan mahrum qiladi. Ikkinchi katta xato esa har bir tarqalgan xabarga ishonib asabiylashishdir. Har bir xabarni shaxsiy holatingiz bo'yicha rasmiy tekshirish kerak. Bugundan boshlab qiladigan ishingiz oddiy. Pensiya summalaringizni yozib chiqing, kartangizni tekshiring, pensiya turini aniqlang, ish staji va imtiyoz hujjatlarini yig'ing. Zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling, ehtiyoj bo'lsa mahallaga ariza bering. Har bir javobni yozma olishga harakat qiling. Shunda siz taxmin bilan emas, hujjat bilan gapirasiz. Demak, 1 avgustdan keyingi pensionerlar uchun eng muhim masala shuki, hech qanday qo'shimcha pulni umumiy gap asosida kutmang. Lekin o'zingizga tegishli huquqni ham bo'y bermang. 1 million ham, 5 million ham ayrim holatlarda chiqishi mumkin. Lekin buning sababi hujjat, qayta hisob-kitob, ijtimoiy yordam yoki oldingi qarzdorlik bo'lishi kerak. Sizlardan iltimos kommentariyada yozing. Avgust oyida pensiyangiz odatdagidek tushdimi, ko'paydimi, kamaydimi yoki umuman tushmadimi? Qaysi viloyat yoki tumandan ekaningizni ham yozsangiz, boshqalarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onasi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri tushuntirilgan ma'lumot bir oilaning o'ziga tegishli pulini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.